Qizlarjonlar, qaranglar, yana bitta chiroyli nabor taxlab qo'ydim sizlarga. 4 burchakli uzugimizni, mana qaranglar, toshli modelga o'xshab yonyapti. Bularni usti almasdan ogranka qilingan. Kulonimizni 4 burchak, bu sipochka brasletimizni Bismerk qizlar. Bismerkni 100 grammini katta deganlar uchun 40 grammligidan olib kelganmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Ko'pchilik ingichka model so'raydi Bismerkdan. O'sha ingichka modeli. Bilek uzugimizni ham ustilari almasdan ogranka qilingan, mana ko'rishinglar mumkin. Juda ham chiroyli qilib ishlangan. Shu nabor qilib olganda sizlarga arzoniga tushadi, ham yigitni bo'ladi qizlar. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Zakazlarni Telegram orqali murojaat qilamiz. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun like va podpiska bosib qo'yish esinglardan chiqmasin qizlar. Qizlarjonlar, ko'rishinglar mumkin, qanaqa chiroyli lyuks nabor taxlab qo'ydim sizlarga. Trosi 60 grammlik kardinal bu qizlar. Ko'rishinglar mumkin, to'qimlari Toshkent ishi bu. Kardinal bu qizlar. Kulonimizni ko'ryapsizlarmi, qanaqa chiroyli anor toshli 8 tirnoq va uzugimizni. Bilek uzugimizni xohlasanglar dona, xohlasanglar juft olsanglar ham bo'ladi.